qishloq chetidagi eski uy bor edi. Hech kim u yerda yashamasdi. Derazalari yo'q, lekin kechasi ichidan chiroq yongandek yorug'lik ko'rinardi. Eng qo'rqinchlisi, ichkaridan qadam tovushlari eshitilardi. Bir kuni Jasur kechqurun uyiga qaytayotib, shu uy yonida to'xtab qoldi. Telefonida internet yo'q, atrof jimjit. To'satdan orqasidan shiq degan ovoz keldi. "Kim bor?" dedi u sekin. Javob bo'lmadi. U yuragini bosib eski uy eshigiga yaqinlashdi. Eshik o'zi ochilib ketdi. Ichkarida devorlar yo'q edi, faqat uzun qorong'u yo'lak va polga tomchilab tushayotgan suv ovozi. Jasur ichkariga qadam qo'ydi. Eshik yopildi. Qadam tovushlari orqasidan kela boshladi. Sekin, og'ir, xuddi kimdir sudralayotgandek. U yugurdi. Yo'lak tugamasdi. Nafasi qisildi. Birdan oldida ko'zgudek sillik devor paydo bo'ldi. U qaradi, ko'zguda o'zi yo'q edi. Orqasidan sovuq nafas tegdi. "Endi sen bu yerdasan", dedi nimadir pichirlab. Ertasi kuni odamlar Jasurni qidirishdi, ammo topishmadi. Faqat eski uyning ichida yangi qadam tovushlari paydo bo'ldi.